Assalomu alaykum. Xayrli tong. Tongingiz muborak bo'lsin. Qarangda. Astaydil niyat qilgan ekan meni o'g'iltoyim Allohning bergan ne'matiga shukr. Shunday solih farzand bergan. Velik deyaveruvdi mana. Dadajon kecha oylik olgan ekan. Velik olib berdi. Qanday veligi zo'rmi? Shuni ertalabdan uchirib yuribdi, qarang. Alloh ibodat qildirib qo'yganiga shukr. Ibodatlarga, yaxshi kunlarga minsin. Kuni har doim shunday xursandchilik bilan o'tsin. Uylim ichaliydi. Shunga olib berdi. Mana. Mazzami? Buyursin, to'ylarga, ibodatlarga ki. Jo'ralaringga ham bir maqtanib kelasan, ana. Hech kimning dadasi senday ota emas, qara. Allohning berganidan berdi. Xo'jayinni ish qilib umriga, tog'oniga baraka bersin. Bolalarning ham, mening ham nima niyatimiz bo'lsa, bajarishga harakat qiladi. Bu ham Allohning inoyatida. Boriga shukr. Alloh shunday odamga juft halol qilganiga ming qatla shukr. Zo'r, buyursin, to'ylarga, ibodatlarga min. Xayr, omon bo'ling.